Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yana keldingizmi? Keyin bilan kelgan bo'lsangiz chotga o'zim qarab qo'yaman yana. Yo, bu safar sal nozikroq mehmon bor. Endi erkakchilikda bo'lib turadi, tushunasiz-ku. O'zingiz qarab berasiz. Arzon deb shu yerga olib keldim. Ha, keyin emasmilar? Voy, buncha chiroyli joyga olib keldingiz. Rahmat, oyoqcham. Ha, bilasan-ku. Xush kelibsizlar. Mana menyu. Xohlagan narsangizni zakaz qilishingiz mumkin. O'tgan safar keyin bilan kelganingizda ikkita kartoshkali somsa zakaz qilgandingiz. Tabiiy qolaverdim. Rostdan ham zo'r joy ekan. Bilardim pastmasligingizni. Bitta mastava 350 mi ekan? Nimadir dedingizmi? Narxlar qachon o'zgardi? Hozir o'zgardi. Voy, bir shashlik 500 mi ekan? Zo'r bo'lsa kerak. Tug'ilmagan moldi go'shidan bo'lganmi deyman, shashliklaring. Yo'q, 350 mingga mastava bergan sigirli go'shtidan bo'lgan. Bizga ikkita mastava, shashlik, salatga Sezar salat 700 mi ekan? Bitta Sezar salat. Sezar salatinglarni Kleopatra tayyorlayaptimi deyman. Oysha xolam tayyorlagan. Olib kelaymi? Okey. Xush kelibsizlar. Maza qilib o'tirdik, rahmat. Xush kelibsiz. Bitta yaxshi tilaklar. O'tirgan joyimiz o't bo'lsin, qaytib kelgan.